Assalomu alaykum. Azizlar, mana bugun biz hozir Arlanda shahridagi Pokiston millatining islomiy masjidi markazidamiz. Mana shu masjiddan bular shu yilgi Ramazon oyining boshigacha foydalanib kelishgan. Mana hozir qolganini nima qilamiz? Mana bu asosiy yo'l bu. Kichik yo'l. Mana shu yo'lda o'ng tomonida mana bularning maktabi ham bor. Bu yerda bog'cha yoshidagidan 9-sinfgacha bola o'qitilar ekan. Men buni bilganim, meni hozir bitta nabiram o'qiyapti. Mana bugun bularda haligi nimasi bo'ldi. O'sha hozirgi kunda 6 yoshli nabira bugun bulardagi haligi o'sha bir amaliy darsga o'xshagan holat bo'libdi. Ya'ni nechta bir o'sha yoshdagi bolalar ham kamida bir 8 ta 9 ta dastlabkiligida mana 30-poradagi suralarni yodlab bugun shular darsi bo'ldi. Lekin o'qitish sistemasi yaxshi juda. Mana hozir bular bundan keyin bir 7 yil atrofida mana shu masjid qurish toshini ichiga kiramiz. Yangi masjid qurildi hozir bu yerda. Bu ham masjid ham qarashli, masjidga qarashli bu maktab ham. Hali to'liq oxirgi ishlar oxirgi yetgan, lekin hozir masjid o'z faoliyatini boshladi. Mana masjidda hovli tomondan ko'rinishi 2 etaj qilib qurilgan. Chiroyli. Hozir stoyankalari ham bor. Qo'shimcha mana qarama-qarshi tomonda yana ham stoyanka bor. O'sha yerlargacha bular yerlarni sotib olgan. Bu yerlarda yer sotilar ekan. O'sha hozirgi narxini men yaxshi tushunmadim. Predvaritni joyiga qarab, albatta haligi nima deydi? Egallab turgan joyiga qarab sotiladi. Bir sotik joy o'zimiz tilda necha pulgalarga to'g'ri kelyapti, men hali o'shanga yetib olganim yo'q. Chiroyli qilishgan lekin. Mana hozir ichkariga kiramiz. Mana kirish qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana oyoq kiyimlarga yechadigan joy mana. Yoqatillik mana. Oyoq kiyimlarga yechamiz. Mana kirishingizdan hojatxona. Bu yoqda hojatxonasi. Bu yo'g'i mana tahorat oladigan joy. Mana birdaniga 15 ta odam atrofida tahorat olsa bo'lar ekan. To'g'riga masjid ichiga kiramiz. Mana 6:15 ta ertalab bomda to'qilyapti ekan, 1:45 ta peshin, 6:15 ta asr, 8:01 da shom, 9:45 ta xufton ekan mana. Mana shu masjidning ichi. Menga bu masjidni bir 3 marta bu yerga kelib juma o'qidim. Bizga yaqin joy bo'lganligi uchun mana ikkita xona bu yerlardagi o'quvchilarga mana dars beradigan holatlar. Bu yoqda ham shu. Mana masjid oddiy, chiroyli qilingan. Hech qanday bezaklarsiz. Mana gumbazda ham na lyustra bor, na boshqa narsa bor. Kamida 500 odamga mo'ljallangan mana masjid. Bilasizlar, hozir dunyo bo'yicha bu narsa bo'lyapti. Deyarli hamma joylarda ayollarga ham o'shaligini ibodat qilgan joy qilinyapti. Mana bularda ham shu narsani amalga oshirishi mana tepa qismida ma'lum bir binoni
yarmagacha ikkinchi etaj qilishgan tag'in. Tepani mana ayollar uchun ibodatxona qilishgan, ya'ni namozxona. Tepada bularga chiqish joyi mana hozir o'tamiz qarama narigi tomondan. Hovlidan ichkaridan chiqilmaydi, tashqaridan chiqiladi. Masjid umumiy ko'rinishi mana shu. Masjid chiroyli, sodda bo'lgan, chiroyli qilingan, lekin mana biz o'zbeklar ham hozir shuni o'rganib masjidda davom ettirishmoqchi, lekin mana ikkitadan nima ko'ritish nima qiladigan, bu tomonda ham bor, bu tomonda ham bor. Masjiddagi odamlar to'liq haligi namoz paytlarida, juma paytlarida qanday namoz o'qiyotganligini ko'rsatib turuvchi tablolar bor mana. Oddiy, sodda, chiroyli masjid. Mana gumbazlari ham bor, lekin birorta na lyustra, na bir bezak, hech narsa yo'q, oddiy narsa qilingan. Mana hozir bu yerda yana yengil ta'mirlash ishlari olib borilyapti ekan. Biz hozir nima hovlisidamiz. Ya'ni ayollar tomonga chiqadigan tomonga qarab ketyapmiz. Erkaklar tomonga kiradiganiga nisbatan qarama-qarshi tomonda. Hozir o'shanga qarab ketyapmiz mana. Mana shu yon tomondan chiqsa bo'ladi hozir. Ayollar tomonga kirish. Liftdan bor ekan mana bu yerda. Xohlasangiz liftdan chiqasiz, xohlasangiz zinada. Mana ikkinchi etajga qarab ko'tarilyapmiz. Mana bu yerlarda o'zgarish yengil bir ta'mirlash ishlari ketyapti ekan mana. Lift mana. Mana ayollarda masjidga kirish joyi mana. Bu yerda ham kameralar 300 ta odam atrofida bemalol so'qsa bo'lar ekan. Kamera mana kichik qilib mana oldi tomoni to'liq oyna bilan qoplangan bu. Mana oldi tomoni. Imomda orqasida turib bemalol nima qilsa bo'ladi. Erkaklarda masjidi shu yerdan gacha yetib kelgan bu yoq. Bular xuddi shunday qilib nima qilishgan. Mana bu masjid bu yerda maxsus haliga o'quvchilarni o'qitishga moslangan xona ham bor ekan mana bu yerda ham. Lekin chiroyli qilingan. Bu yerlarda bu masjidlarda bunday haliga jamoat nimalarni tashkilotlar deydi, nodavlat tashkilot. Bularning qurilishini, bunchalik rivojlanishining asosiy sababi hammalaringga ma'lum, Amerika sistemasida, masalan, soliq sistemasi qanday ishlatiladi? Amerikada shundayki, masalan, birorta kompaniya ochsangiz, o'shandan foydadan 33% davlatga soliq sifatida to'lanadi. Chunki hamma xarajatlar chiqarib tashlagandan keyin. Yana bitta shunday qonun bor ekanki, bularda mana shunga o'xshagan masalan masjidlar, cherkovlar, har xil odamlarga davlat tomonidan uncha mablag' ajratilmagan joylarga soliqni, masalan siz 100 ming soliq to'lashingiz kerak. Shu 100 ming soliqni o'rniga masjidga yoki cherkovga shunga o'xshagan narsalarga o'tkazib bersangiz, shu plyus to'liq soliqni o'rniga o'tadi. Shuni hisobiga sekin-sekin bu nimalarda rivojlanishni nimasi shu. Odamlar masalan kompaniyalarda ko'p masalan 50% ni soliqqa bersa ham yoki soliqni o'rniga to'liq shu nimaga beradigan bo'lsa, masalan shunga o'xshagan masjidlar obod bo'lishi juda katta hissa qo'shgan bo'ladi. Bu narsani men nima qilganim, o'zbeklarda ham o'shaligi Al-Buxoriy nomidagi islom markazi bor. O'sha o'tgan yili 950 ming dollarga yonidagi haligi vaqf sifatida restoranda olib berishdi. Undan keyin qurilishga, remontiga ko'p narsalar ketdi. Ularda hammasini Chikagoda bir o'zbek bor ekan, Umidjon degan. Ismini Umidjon deyishdi, adashmasam. O'shani katta nimasi bor ekan. Trak kompaniyasi bor ekan.
400 mingmi qanchayam atrofida pul o'tkazib berdi degan gapni o'shanda eshitdim. Qolganlari 100 ming, 150 ming. Bular hammasi soliqqa ajratilgan puldan ketar ekan. Ya'ni o'sha masjidga ajratilgan pullar ham o'sha soliqqa o'tar ekan. O'sha soliq nimasiga taqdim qiladigan bo'lsa, demak soliq to'lagan hisoblanar ekan. Shuni hisobiga bularda rivojlanish yaxshiroq bo'lar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana hammamizga ham shunaqa bir chiroyli xalqimizga masjidlar qurish nasib aylasin. Menga bu masjidda juda yoqqan tomoni oddiy, sifatli. Birorta bir bezak yo'q. O'zimizdagidek o'sha hali lyustra osgan, hali naqsh unaqa narsalar chiroyli qilgan. Salomat bo'linglar.